Bu G30 va BMW'sidan 2020-yilgi plug-in versiyada. Plug-in mana bu joydan tok zaryad oladi va gibrid 2 ob'yomda va benzinoviy motor. Akalar, G30 Restyling, ya'ni 2020 Restyling deganim sababi mana shu ikkita farq qopti. Bitta almashtiring, absolutniy mashina restyling bo'lib qoladi. Do'g'urni narxlarini menga aytishmadi. Egalariga telefon qilasiz, o'zlari kelishib, realniy klient telefon qilsa gaplashamiz deyishdi. Mana bunday chiroyli ekranli kalitlari bilan birga oppoq svetda. Egasi aytishicha bitta detal vtorichka qolgan yerlari родной, lyuklari bor, бесключевой, слепой zona, elektrический, дерево, аквапринт, подсветка, память сиденья, плавающие сиденья, атаманкалari bilan коричневый salon, черный потолок, мультирулli писток руль, электронный табло, монитор, обдув подогрев сиденья, спорт эко режим, ручной электрический автохолд, 3D polilari qaralgan. Ishlarni bitta ko'ring. Ha, bu 20 plugin. Akam stopper restyling o'zi turibdi, yengil. Oldi farini almashtirasiz. Absolutniy restyling bo'lib qoladi. Narxini esa egasiga telefon qilib, kelishib, baho qilamiz, olamiz.